Eng qimmat mevalardan birini urug'idan o'stirib ko'ramiz. Bundan oldin kanalda juda ko'p mevalarni urug'idan o'stirib ko'rdik. Endi navbat golubikaga. Men alohida urug'larni ham sotib oldim, 20 tasini 40 mingga, lekin ichida 50 ta ekan, baraka topishsin. Va mevani ham ichidan urug'ini olamiz. O'zi golubikani o'stirib ko'rishga juda ham qiziqaman. Urug'idanmi, ko'chatdanmi farqi yo'q. Golubikani urug'idan chiqarish ozgincha qiyinroq jarayon ekan, lekin mana marakuyani bir amallab urug'idan chiqardik. Buni ham xudo xolisa eplaymiz. Marakuyadan qiyin bo'lmasa kerak. Do'stlar, hozir hammasini tushuntirib ko'rsatib beraman, faqat oxirigacha ko'ringlar. O'zi qoidasi bo'yicha golubika urug'larini stratifikatsiya qilish kerak ekan. Ya'ni urug'larni ma'lum muddatga sovuq va nam joyga qo'yasizlar. Shunda urug'lar yo'qotishsiz va tez unib chiqadi. Bu juda ham oson narsa, faqat vaqt oladi. Biz 25 ta urug'i teplishga qilib undiramiz, 25 tasini bo'lsa stratifikatsiyaga qo'yamiz. Birinchi sizlarga stratifikatsiya qilishni ko'rsatib beraman. Bu juda ham oson narsa. Misol uchun 2 qavat paxta diskining ustiga urug'larni qo'yamiz va 2 qavat paxta disk bilan urug'larni ustini yopamiz. Endi paxta disklarini yaxshilab namlaymiz. Paxta nam bo'lishi kerak. Mana urug'larimiz shunaqa namlikning ichida bo'ladi. Endi bu paxtalarimizni salofan paketi ichiga solib qo'yamiz. Salofanga solamiz, salofanni yopamiz va buni endi xolodilnikga qo'yamiz. Stratifikatsiya uchun eng zo'r harorat bu +1 +6 oralig'i. Xolodilnikda ayni shunaqa harorat. Eng zo'ri xolodilnik tagiga meva-cheva turadigan joyga solib qo'yinglar, shu eng zo'r joy. Asosiysi minus bo'lmasin, morozilnikga qo'ymanglar. Urug'larimiz xolodilnikning ichida kamida 1 oy turishi kerak. 2 oy tursa juda ham zo'r bo'ladi. Keyin xolodilnikdan chiqarib, teplishga qilib undiramiz. Do'stlar, biz 25 ta urug'i xolodilnikga qo'yamiz. 25 tasini bo'lsa xolodilnikga qo'ymasdan shundoq undiramiz. Keyin oxirida ko'ramiz, qaysi joyda natija yaxshi bo'ladi. Qolgan urug'larimizni teplishga qilib undiramiz. Buni sizlarga ko'p bora ko'rsatganman, yana bir marta ko'rsataman. Bu idishga, konteyner idishga paxta disklarini terib chiqamiz va paxtaning ustidan urug'larimizni taxlab chiqamiz. Mana urug'larni paxtaning ustidan terib chiqdik, endi urug'larni paxta bilan yopamiz. Va endi paxtalarni yaxshilab namlaymiz. Yaxshilab namlagandan keyin ozgincha bosib qo'yinglar va ichidagi ortiqcha suvni albatta to'kib yuboringlar. Ichida suv qolib ketmasin. Endi teplichkamiz ustini yopamiz va issiqroq joyga qo'yamiz. O'zi hozir havo yaxshi, shu xona harorati tursa bo'ladi. Faqat har kuni teplichkani ochib 5 minut 10 minut shamollatinglar, keyin yana yopib qo'yasizlar. Va albatta paxtasi quriydigan bo'lsa, namlab turinglar. O'zi teplichkaning ichida paxta ko'p ham qurib qolmaydi, lekin e'tiborli bo'lasizlar. Do'stlar, menimcha hozir buni urug'ini oladigan bo'lsak, videomiz juda ham cho'zilib ketadi. Menimcha vaqtimiz yetmaydi. O'zi Instagramda chegara bor. Shuning uchun bu haqida men ertaga alohida video qilaman. Menimcha videomiz juda ham uzun bo'lib ketdi. Do'stlar, men sizlarga albatta har doimdek natijalarni ko'rsatib boraman. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'linglar.